Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah Teala'nın izin bilen Durusul Lugatil Arabiyye li gayri natiqine biha. Bu kitabның 3. kısmını okuyumuz. Ad-dersul evvelu el-i'rabu vel-bina'u fil-esma'i. İsimlardaki ahirinin özgürüşü ve özgermeslik ahvalları. Bu i'rab, bina diyen bu mezmun Arap dil grammatikasının nəhayət mühim kısmı hesaplanıdı ve 3'ten 2 kısmını terkip kılıdı. Yani Arap dil grammatikasının 3'ten 2'si muşu i'rab bina münasebetlik. Şunun için bu ders nəhayət mühim ders hesaplanıdı. El ismu imma mu'rabun ve imma mebniyun. İsim yaki mu'rab isim buludu. Yani ahir özgürüdüğün amil sebebinin. Ve yaki amil sebebinin ahir özgürmeydiğin mebni buludu. Hem bir isimni mu'rab bir kelimini mu'rab yoki mebni deyish uchun chuqum jumlaning ichida yoki bir qurilmaning ichida kelish kerak. Yolg'iz holatda kelgan vaqtida buni mu'rab ism yoki mebni ism deyish olmaydi. Chuqum jumlaning ichida kelgan vaqtida andin mu'rab ism yoki mebni ism deb ayıramiz. I'rab to'g'riliq so'zlaganda buningga munosabatlik 4 mazmun bor. Ya'ni shu ismning oxirining o'zgarishiga ta'sir qilguvchi muayyan bir sabab amil. Mesela fe'ilga o'xshash degandek. Va ma'mul. Ma'mul biz shu tadqiq qilayotgan shu kalima ma'mul bo'ladi. Va uchinchisi shu kalimaning jumladagi o'rni. Fa'ilmi yoki maf'ulmi, zarfmi degandek. Va to'rtinchisi i'robning alomati, i'robning belgisi. Ya'ni amil sababidan shu ismning oxiri o'zgargandiki belgilar. Yoki yushurun bulamdu, yoki oshkora bulamdu, bu o'zgarish belgilari, o'zgarish ahvollari. Mu'arab ism deganimiz uning oxiri omilning sababidan o'zgaradigan ism. Masalan, ja'al mudarrisu. Al mudarrisu degan bu ism bu jumlada fe'ilning ja'a degan fe'ilning bu omilning ta'siri bilan ta'sirlanib fa'illik vazifasini o'tab oxiri pish bo'ldi. Al mudarrisu مرفوع. سألت المدرسة desek buningdimi yana fe'ilning ta'sir uchrab jumladagi o'rni maf'ulun bihi bo'ldi va uning oxiri o'zgarib pishliq holatdan oldiki jumlaga o'xshamaydigan zabarlik holatga o'zgarib ketdi. Mansub. Ya'ni al mudarrisu maf'ulun bihi mansub va mansub ekanligining alomati oxiridagi oshkora zabar. Sallamtu alal mudarrisi desek harf jar kiribdi oldiga bu zir holatga o'zgarib ketdi. Al mudarrisi ism majrur va jarlikning alomati oxiridagi oshkora zir. Mushu al mudarris degan mushu kalimaning oxiridagi pesh zabar zir mushu oshkora harakatlar bizga bu so'zningki har qaysi jumlalardagi o'rnining marfu'mi, mansubmi yoki majrur ekanligini bizga ko'rsatyotdi. والمبني ما لا يتغير آخره بسبب العامل. مبني اسم deganimiz amdi uning oxiri omilning sababidan o'zgarmaydigan ism. Ya'ni muayyan bir sabablar bo'lgan shu omil ta'sir qilsa-mu, uning oxiri o'zgarmay bir xilda turadigan ismni mabni ism deymiz. Buning misollari masalan ja'a haula'i, sa'altu haula'i, sallamtu ala haula'i. Bu üç cümleyi qaraydigan bo'lsak, haula'i degan bu ism o'xshashlar bir xil holatda oxiri bir xil holatni saqladi, bir xil holatga keldi, ya'ni zir holatga keldi. Birinchi jumlada ja'a haula'ida haula'i fa'il fi mahalli raf' deymiz. Raf'ining o'rnida. Va uningki belgisi biz ko'nglimizda taqdir qiladigan, faraz qiladigan yushurun pesh bo'ladi. Oxirgi harfi hamzaning ustiga keladigan yushurun biz taqdir qilgan, ko'nglimizda faraz qiladigan pesh bo'ladi. Sa'altu haula'i haula'i maf'ulun bihi fi mahalli nasb va nasbining alomati oxirdagi eng oxirgi harfining ustiga keladigan yushurun biz taqdir qiladigan zabar bo'ladi. وسلمت على هؤلاء هؤلاء اسم مجرور في محل جر وعلامة جره كسرة مقدرة على همزة. من همزة biz faraz qiladigan, shuni taqdir qiladigan zir bo'ladi.
المعرب والمبني من الأسماء. İsim yoki mu'arab bo'ladi yoki mabni bo'ladi dedik. Endi qaysilar mu'arab bo'ladi, ya'ni oxir o'zgaraydi omil sababdan va qaysilarining omil sababdan oxirgi harakati, oxirgi ahvoli o'zgarmay bir xil muqomalat turdi desa, al-asma'u kulluha mu'arabatun ma 'ada al-fi'at al-atiya. İsimlarning hammasi mu'arab bo'ladi, ya'ni oxiri omil sababdan o'zgaraydi, ammo tuvandagi guruhlardan boshqalari. Bunun birinci türü ad-damair. Damirler her qanday ahval ostida mabni bo'ladi, o'zgarmaydi. Mayli damair raf' bo'lsin yoki damair nasb bo'lsin yoki damair jar bo'lsin, har vaqt uning oxir o'zgarmay bir xil turadi. Bu yerda keltirilgan misollardek. Ikkinchi turi asmaul ishora. Masalan, haza, hazihi degandek, ammo buningdagi hazani va hatani bu ikkisi mu'arab bo'ladi. Yani hazayni ve hatayni deb o'zgargan ahvollar bor. Uchinchisi al-asmaul mavsula, ism mavsul, allazi, allati, allazina degandek. Ammo buning ikkiligi allazani, allatani mu'arab bo'ladi. To'rtinchisi asmaul istifham, savol so'roqni bildiradigan ismlardan, masalan, man, ayna, ma, mata, kayfa degandek, hammasi mabni bo'ladi. Ba'du zuruf, zariflarning ravishlarning ba'zilari hammasi emas. Masalan, iza, al-ana, haysu, amsi degandek. Altıncısı asmaul af'al, isim fe'illar. Amin, uffin, ahin degandek. İsim fe'il deganimiz ma'nisi fe'ilning ma'nisi ammo fe'ilga o'xshash turlanmaydigan, turligil bo'lmaydigan ismlar. Masalan, amin degan istajib degan gap, ijobat qilgan degan gap. Uffin degan atahassaru, ya'ni fe'ilning ma'nisi. Ahi degan atawajja'u degandek. Yettinchisi al-a'dadul murakkaba, birikkan sonlar. Buning misoli masalan 11 ثالثة عشرة 19 الثالثة عشرة 13 degandek. Ammo bulardan 12 kelgan vaqtida 12 deganning birinchi xonasi, birlar xonasi, al-juzul avval birlar xonasi mu'arab bo'ladi. Masalan, yadrusu fil fasli 12 taliban. Bu jumlada 12 taliban. Bu fa'il bo'lganligi uchun isna deb oxiri alif bilan keldi. Ra'aytu 12 taliban. Bu cümlede isnay mef'ulun bihi mansub bo'lg'ashqa oxiri alif alatdan ya o'zgarib ketdi. Üçüncü cümle hazat ta'amuli 12 taliban. Bunda harf jar kiribdi, isnay ism majrur bo'lib, o'xshashla oxiri ya o'zgarib ketdi. Ya'ni 12 kelgan vaqtida birinchi xonasi bo'lgan isna bu mu'arab ism bo'ldi, ya'ni amilning sababidan o'zgaraydi. Alamatul i'rabil asliyatu vel far'iyyatu. I'rabning asli va qo'shimcha belgilari. Biz i'rab to'g'ri so'zlangan vaqtida bu to'rt narsaga aloqador bo'ladi va buning belgisi bo'ladi degan. Ya'ni i'rab degan o'zgarish degan gap. Ya'ni jumlada ism o'ziningki shu o'rnining o'zgarganligi, jumladagi vazifasining o'zgarganligi ve amilning ta'siri bilan oxir o'zgarib ketdi. Mushu o'zgarishning belgilari qaysilar deganda, alamatul i'rabil asliyatu fil ism. Ismdagi asli o'zgarishning belgilari ad-dammatu, al-fathatu, al-kasratu, ya'ni pesh, zabar, zir. Ya'ni bularning o'zgarganligiga qarab, bu kalimaning bu ismning jumladagi o'rni o'zgaribdi deb bilalaymiz. Ad-dammatu va hiya alamatur raf'i. U raf'ilikning alomati. Zabar ve hiye alametun nasb. O nasbning alomati. El-kasratu ve hiye alamatul jarri. O jarlikning alomati. Ve hunaka alamatun ukhra far'iyyatun. Bu yerda yana qo'shimcha boshqa belgilar bor. O'zgarishning, i'rabning boshqa belgilari bor. Ya'ni siz pesh, zabar, zirga qarablam pesh holatda ko'rib, siz buni bu raf'i holatda kelibdi. Zabar holat ko'rgan bo'lsangiz ismning oxirini bu mansub ismga, zir holatga kelgan bo'lsangiz bu ism majrurga deb bilalaysiz. Ammo yana ba'zi bir ismlar borki, uning oxirida pesh, zabar, zir bo'lmaydi, boshqa bir o'zgarishlar bilan o'zgaraydi. Ya'ni siz mushu qo'shimcha o'zgarish belgilariga qarab, uning jumlada marfu'mi yoki mansubmi yoki majrurmi bilalaysiz. Ular ismlardan tuvandagi turlarda bo'ladi. Birinchisi jam'ul muannas salim. Alamatun nasbi fihi al-kasratu. Jam'u muannas salimda nasbning alomati belgisi zir bo'ladi. Ya'ni
zabar ishlatmaysiz, bu chaqda zir bilan ishlatasiz. Masalan, xalaqallohu samawati val arda. As-samawati maf'ulun bihi mansub. Buni samawati deb zabar holatda keltirmaymiz. Aksicha arabning mush qoidasi bo'yicha zir holatda keltiramiz. Mushning zir holatga kelganligi buning ism mansub bo'layotganligini bizga ko'rsatib turyapti. Ikkinchisi al-mamnu'u min as-sarf. Alamatul jarri fihi al-fathatu. Uningda zirning jarlikning belgisi zabar, ya'ni zir bilan ifodalamay, fatha bilan, ya'ni zabar bilan ifodalaysiz. Masalan, izhab ila fir'auna degandek. Ya'ni ila fir'auni demay, ila fir'auna dedik. Bularni birinchi, ikkinchi qismda pishiq o'rganib bo'lgan bo'lsanglar, bu yerda so'zlab tushmayman. Uchinchi al-asmaul khamsa. Bu mashhur bo'lgan 5 ism. Bu ikkinchi qism kitobda tafsili chiqib bo'ladi. Abuka, axuka, hamuka, fuka, zu. Bu ismlarda hammasida alomat belgilar qo'shimcha bo'ladi. Masalan, mamnu' min as-sarf, jamu' salim deganlarda faqat birsi qo'shimcha bo'lgan belgisi. Hamda ma'u 5 ismda raf'i va nasb va jarning alomati hammasi far'iy bo'ldi. Ya'ni pesh zabar zir bilan emas, boshqa bir narsa bilan ifodalaymiz. Masalan, aja'a abuka desak, abuka fa'il marfu'. Hamda raf'ilikning alomati pesh bo'lmasdan balki vav bo'ldi. Ya'ni abuka deb vav bilan kelgan vaqtida biz qarablam, ha bu ismning jumlatik o'rni raf'ilik ekan, ya'ni raf'ilik holatda kelibdi deb bilalaymiz. Arifu abaka desak, hamda bu yerda abuka deb vav bilan ifodalamay, abaka deb ifodalanadi. Maf'ulun bihi mansub va alamatu nasbihi alif deymiz, ya'ni nasblikning alomati alif. Ayna sayyaratu abika desak, sayyaratu mudaf, abi mudafun ilay, shuning uchun majrur va alamatu jarrihi al-ya. Uning jarligining belgisi ya. Vav, alif, ya mushu 3 xil holatda o'zgaradi bu 5 ism. Bu 5 ismning bu o'zgarishlarda bo'lish uchun bir necha shart bo'ldi. Ya'ni bular chuqum izofatli holatda kelish kerak. Yolg'iz holatda kelsa bo'lmaydi. Masalan, abun, axun deb yolg'iz kelsa bo'lmaydi. Va birinchi shaxsning yosiga izofat bo'lsin bo'lmaydi. Masalan, abi, axi degandek bo'lsa bo'lmaydi. Chuqum uningdan boshqa damirlar bilan kelish kerak. 14 tane damir bor edi-ku, shuning yodin boshqa 13 damir bilan izofatlik mudofun ilay bo'lgan holatda kelish kerak. Fuka deganning og'zing deganda famuka deb famun ig'iz. Buningdagi mim yo'q holatda kelish kerak. Va yana tasg'ir holatda ism tasg'ir bo'lib mudof ilay bo'lib bunday kelsa-mu yana bo'lmaydi. Zu degani sohib ma'nosida bo'lish kerak. Allazi ma'nosida kelgan zu bo'lmaydi. Bu darsning davomini vaqt munosabati bilan inshaalloh kelarki qitimliq yana bir darsda so'zlayman inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.